Chetalarni kuyovdora olib chiqasiz o'zingiz otangizni. Bu dunyoda eng yaqin do'st ota ekan. Ha, otalarim o'tiribdi-yu, farzand uchun eng yaqin do'st ota ekan. Otadaqa mehriboni yo'q ekan, ishoning. To'g'ri aka. Ko'chada puli ko'p o'rtoqlarimiz bor, tanish ko'pi bor, kuch ko'pi bor kerak bo'lsa, lekin muammolar oqlab o'tib ota hal qilarkan oxir uyga kelarkan. Ota hal qilarganda, to'g'riga keling. Qo'ynida belbog'ida non toshigan. Chumolidek uyiga ton toshigan. Ahli-yu ayoliga jon toshigan oshib beminnat otalar, noni beminnat otalar. Farzand ko'rsa, shirin-shirin o'y qilgan. Aqiqa sunnat beshik to'y qilgan. Vaqtlar kelsa, loylar tepgan, qishlar quygan, uy qurgan, oshib beminnat otalar, noni beminnat otalar. Buni qarang, ota, meni ham otam shu qatori. Hamma otasi bir yerda bitta boshqa ustoz kiyadi. Zarurat bo'lsa, u yo'qchilikdan emas, lekin bolasini fasl-fasl kiyintirar ekan. Buni qarang. To'g'rimi? Biz farzandlar otamiz bizga nima bera oldi-yu, biz nima bera oldik otamizga nisbatan. Men hayron bo'lardim, otam o'zi pul topadi, o'zini puli o'zida turadi. Nimaga kiyinmas ekan? Nimaga ko'chaga chiqib dadil bir 6 ta shashlaydi yoki 4 ta shashlik o'rtoqlar bilan o'tirib olmas ekan? deb rosa o'ylar edim. Ota bo'lgandan keyin bildim. Shu 4 ta shashlikda bitta kiyimni o'rniga farzandini quvonchini almashgan inson ekan. Belidagi quvvati yo'q, sochlaridagi oq sochlarni biz tushirgan ekanmiz otalarga. O'zi yemay yedirgan, kiymay kiydirgan kuyov bola. Hozir To'g'ri aka, onalarga yaxshi ko'rishimizni aytamiz. Xafa bo'lmaysizlar otalar, lekin otaga kelganda otaning haybati bo'lib qolar ekan. Otaga kelganda dadasi yaxshi ko'raman deya olmas ekanmiz. Lekin onadan ko'proq otani yaxshi ko'ramiz yigitlar. To'g'rimi? Aytib turgan yigitlar bor. Otani ko'proq yaxshi ko'ramiz. Endiki o'tirib bitta sizga variant bo'lyapti hozir zamonaviy aytganda. Qulog'iga ota hammasi uchun rahmat deb bag'ringizga bosib qo'yasiz, bitta guldiroz qarsingizlar uchun bo'ladi. Va hozirga aytiladigan qo'shiq o'g'lingiz tomonidan sizga aytiladi, hech ketib qolmaysiz. Yonida turasiz, bag'ringizga bosib turasiz, o'qiysiz, marhamat. Otaniki beminnat to'g'ri to'g'ri, marhamat. Chiqib qolmaysiz, yerda turasiz. Bu dunyoda topganim quvvat olib yashayman. Sizni aytgan so'zingiz izni bildirmagansiz. Men bildirmagansiz. Boshqalar ko'zingizdagi izni bildirmagansiz. Odam tushmas qor bo'laydan. Aqlim uchun qor bo'laydan. G'urursiz qor bo'laydan. Mening uchun qor bo'laydan. Odam tushmas qor bo'laydan. Aqlim uchun qor bo'laydan. Omadimga yor bo'laydan. Mening uchun qor bo'laydan. Sababımdalar, biziz kıbla tarafımdalar. Siz söyleyip benim namım, şanımızın şarafımdalar. Dostum uygun gözüyle hoşgir, duyur için barrike nasıl. Sen gel kalmaydı aramda yer, sen yeminler yolek koştu.
issiq taom yeyishlik uchun o'zi sovuq taom yegan otalarga bitta qarzinglar javob qo'yasizlar endi. Va davraga taklif etamiz talablarga binoan.